savoliga bitta istoriyada javob berishga harakat qilaman. Demak, men doim ichib yuradigan vitamin badlari. Birinchi navbatda yodni aytmoqchiman. Yodni men har kuni ichiladiganidan tomchiligidan 4 tomchidan birinchi yarmida ichaman. Ya'ni magniy ichaman. 350 taligidan bittadan bir mahal uyqu oldidan ichaman. O'tishligim yaxshi ishlashi uchun, asab sistemasi uchun doimiy ichib yuraman. Omega 3, omega 6, 9 emas, omega 3 ichaman. 1000 taligini ikkitadan 2 mahal ovqatdan oldin ichaman. Bu xolesterinni pasaytiradi va ozishga yaxshi yordam beradi. Bu qizim vitamin D si, o'zim bo'lsa vitamin D3 ni K2 ligidan ichaman. Ferritinimni ko'tarib yuramas, normadan sal pastroq chiqadi, shuning uchun Hevaplex ichaman. Kollagenni shunaqasini ichaman. Oldin Kaliforniyani ichganman, lekin eng yaxshisi, eng zo'r kollagen deb baribirga ham shu kollagenni tan olaman. Bu kollagenni bitta qilib, birinchi ovqatlanishimdan yarim soat 20 minut oldin solib aralashtirib ichaman. Mana shularni doimiy ichib yuraman. Profilaktika dozasida qo'rqmasdan ichishingiz mumkin bo'lganlari yod olib ichsangiz bo'ladi. 4 kunda birinchi yarmi magnezium glitsinat 350 taligini bittadan bir mahal uyqu oldidan ichsangiz bo'ladi. Moddalar almashinuvini yaxshilaydi, tovonlaringiz yoriladigan bo'lsa, shuni profilaktika dozasida bittadan 2 mahal ham ichsangiz bo'ladi. Bittadan bir mahal soat 10 gacha. Hevaplex bu individualniy назначение qilinadi. Ferritin analizlarga ko'rib turib kollagen ichsa bo'ladi 25 yoshdan keyin. Mana ichadigan kolli